Bugün Çislağa hürmetlik vatandaş, ikinci ayının geçirin lan. 2022 yılı ikinci ayının 12. günü. Bugün mavzumunda Prezident Joe Biden Amerika Qırgız dallarına nasihat qilib, Ukraynadan derhal çekinanlar deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 1 ayının 12. günü Amerika ovozi Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 2 ayının 10. günü Ukraynada yaşayotgan Amerika Qırgız dallarına nasihat qilib, bu devletten derhal çekininglar dedi. Çünkü Rusya armiyası bilen Amerika armiyası o'ttirisida sürkülüş bo'ladigan bo'lsa, zor ko'lamlik to'qnash aynilib ketishi mumkin. Prezident Joe Biden NBC televiziyasining ziyoratini qabul qilganda bunday ko'rsatdi. Amerika Qırgız dallari Ukraynadan chekinishi kerak, balki hozirda chekinishi kerak. Biz hozir dunyodagi eng zo'r armiya bilan munosabatda bo'layotimiz. Bu her qandaq vaziyatga o'xshamaydigan vaziyatdir. Balki voqealarning o'zgarishi g'oldirlik darajasiga yetib kelishi mumkin, deb ko'rsatdi Prezident Joe Biden. Prezident Joe Biden bunday ko'rsatdi: agar Rossiya tajovuz qiladigan bo'lsa Ukraynaga, men Ukraynaga askeriy qism avatmayman. Agar Amerikaliklarning chekinishiga yordam berish bo'lgan taqdirdami, biz askeriy qism avatmaymiz. Bu albatta dunyo urushi bo'ladi. Agar Rossiyaliklar bilan Amerikaliklar o'zaro urushadigan bo'lsa, biz faqat o'xshamaydigan bir dunyoga kirib kelamiz, deb ko'rsatdi Prezident Joe Biden. Cuma günü, tünügün Avustralya'da, Hindistan, Avustralya, Amerika, Yaponiya 4 devlet diplomatiya ministerleri uçuruşup, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken muxbirlarga Prezident Joe Biden'ning so'zini qayta sharhlab berdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bunday ko'rsatdi: Rossiya 2 ayının 20. günü Beijing'de qishliq olimpik murosimi yepilishdan burun Rossiya Ukraynaga tajovuz qilishi mumkin. Biz hozir tajovuzchilik har vaqt yuz beradigan payt turibmiz. Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Avstraliyada so'zlagan so'zi. Aniq aytsak, bu olimpik murosimi mezgilini o'z ichiga oladi, deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Ukrayna bilan Rossiya payshanba kuni bir kun suhbat o'tkazdi. Lekin har qanday ilgarilash bo'lmadi. Bu suhbat Ukrayna armiyasi bilan Rossiya parast bo'lgunchilarning Donetsk, Lugansk bu Ukrayna ziminlari rayonlarda 8 yil davomlashgan to'qinishni oxirlashtirishni maqsad qiladi, bir kunlik suhbat. Bugun xabar, musha xabar hozir Amerika Birlashma agentligi, Fransiya agentligi ve Angliya Reuters agentligi tarafidan dunyoga tarqatildi vatandosh.